Qashqar 6-cı otur məktəbinin pensiyaga chiqqan ximiya o'qituvchisi İbrahim Davud Qashqar təvəssüdə tonulğan Uyğur ziyalilaridan biri bo'lib, uning 2019-yili 7 ayının 28 kuni tutqun qilinib, shu yili 10 ayının 6 kuni tutqun mezgilida o'lganligi haqidagi xabar yaqinda oshkorlandi. Ayni chaqda İbrahim Davudning tutqun qilinishi va tutqun mezgilida o'lib ketganligidan xabardor bo'lgan, o'z ismini oshkorlashni xohlamaydigan biraylarning radiomizga oshkorlashicha, marhum İbrahim Davud 2019-yili qizining to'yi bo'lish arifasida, ya'ni 7 ayning 28 kuni kechida tutqun qilingan. Bu kuni dal yakan ilishqi voqeasining 5 yillik xatir kuni bo'lib, keyin u soqchilardan İbrahim Davudning Qashqar tavasida jamiyatga xavf elib kelguvchilar tizimligidagi kishilar qatorida tutqun qilinganligini bilgan. 2019 7 ayının 28 kechida etketdi, nim bo'ldi deb nerede etketganini uqmaymiz. 28 islam ekirketdi. Shundan keyin biz dirkim qildik 5-10 kun. Biz dirkim qilsak shu yaka vaqas 5 yillik depillik jamiyatning misalliqi, xavf jamiyatda xavf ekildigan masalan, yuqur xavf kishilarni bir tutibdi hesabda shu vaqani xatirlaganda şimdi 5 yil bo'lib qoldi, yani kimlar to'rdan qoldi deb shu chog'da shu to'qnashdim bir 5-6 akasını etkitmiş, onun aslı belki. İbrahim Davud, cemiyet tasir küçü pek çoğadan dep ekir kitip, bir 20 aydan kılım ölep gitti dep haberini verdilik. Şuna kılıp şu ölep gitti dep haber kıldık barsam tümmüt bulaptı. Nim oldu desem demeydi o. Özü kimya okutuktanlık bir 6. otur dep koyayım hem de nıhtılık kuluk oturdu. O haber geldi yok gitti. Nim oldu desem hiç kimmişim demeydi o. Özden jürek kesin kuzulup bağlan dep, özden kesin var dediğin dek imza gücetler, imza koyup kabir sallakım çıkarıp koymadı. Uning bildirishicha, soqchilar 3 oydan keyin, ya'ni 10 ayning 6 kuni marhum İbrahim Davudning Xitoyning ichkiri o'lkalarida o'qiyotgan bolalari va boshqa urug' tuqqanlariga uning o'lim xabarini yetkazgan va ulardan İbrahim Davudning yurak kesili qo'zg'alib o'lganligi haqidagi isbotga qo'l qo'yishni talab qilgan. Lekin İbrahim Davudning jasadi bolalari va urug' tuqqanlariga ko'rsatilmay ko'mib etilgan bo'lib, bu ish ularning qattiq noroziligini qo'zg'agan ekan. Darak ki rast ölgünü bəzi mu bəmir bu rast koyduğumu desem əlam dedilikin əmmədəm noluk ağzı beş çanço tuqqalın nolukası yok əmmiz kadrlar yığmış. Ma'lum bo'lishicha, İbrahim Davud Xitoy doiralari tarafidan 2000 yillardan boshlab yo'lga qo'yilgan qo'sh tillik ma'rif nomidagi Xitoycha ma'rifga qarshi norozilik bildirgan va maqola yozib Uyg'ur tili ma'rifini tashabbus qilganlardan biri ekan. U qo'sh tillik ma'rif yo'lga qo'yilgan bu yillarda Qashqarda Uyg'ur tilida o'qiyotgan to'liq o'tir maktab o'quvchilari uchun Xitoy tillik darslik materiallarini Uyg'ur tiliga tarjima qilib, o'quvchilarni Uyg'urcha darslik materiallar bilan ta'minlash. Qashqar 6-cı otur maktab yanida va bir qancha nahiyalarda Ma'rifat kitobxonasi nomida kitobxona ochib, Uyg'urcha dars kitoblarni setish, oliy maktab tayyorlik kurslari va til kurslari etish qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullangan. Qo'shtin ma'rifim yo'q bo'lgan vaqtda ne çıkıttım şu yığınlarda oturup çıkıp bu koştum var diye hatta esli balı ana tuzla tefekkür kılmış olmaydı diyendek gepler oturup yaptık. Şu an partiyanın siyasete karşı çıkan diyendek ne çıkıttım da suhbetlik tola mektepten çok. Çok kutumay materyal yazgısı. İbrahim Davud yana ana til tashabbuschisi Abduvali Ayıp'ның otur mektepteki o'qituvchisi bo'lib, keyingi chaqlarda o'quvchisi Abduvali Ayıp bilan hamkorlashib, Qashqarda Uyg'ur ana tili o'qitish uchun mablag' sag'an ekan. Abduvali Ayıp diyen akadim bilen birleşip ana til mektebi açkan, anadaki 3-4 yer kitapxonasi var Qashqarda. Uyghur tildagi kitobxona. Ana til tashabbuschisi Abduvali Ayıp'ның bildirishicha, u Amerikadagi o'qishini tamomlab 2011-yili Qashqarga qaytib kelgandan keyin uning ilgirki o'qituvchisi İbrahim Davud uni o'zi qurgan Nurxon ma'rif tarbiyalash markazida ingliz tili va turk tili o'qituvchiligiga taklif qilgan hamda Abduvali Ayıp bilan hamkorlashib Qashqarda Uyg'ur ana tili yaslisini qurgan ekan. İkimiz birga açqan o mektepni men mavuni misig masluğan İngilizce Türkçe ana til qismi masluğan o adam oliy mektep tekrarı masluğan yaxshi do'stim bek yaxshi adam u. Men borgan chaqda bu men asli Qashqarda bir hamkorlashib ish qilish taraflari bo'lgandim. Shu Qashqardagi bu kurs ochganlarninki yoki maktab ochganlarning hech qaysini bilan hamkorlashdim qo'rqqan. 2011 Qashqarda butun maktablardan bir ko'rsatib chiqdim. Shaxsiy maktab ochadiganlar, kurs ochadiganlar, tarbiyalash markazi ochadiganlar bilan hech qaysi bilan hamkorlashishga jur'at qilmagan. Shu birdan bir İbrahim bilan 5 minut paranglashmadik.
Baranışıp, çatak yok bunu kılımızı men başlayımız. Mana mening maktabim, sizning maktabingiz o'xshash. Darsim boshlangan bo'lsa, deb shu bir 10 minutlab shu qarorni qilgan. Ondan keyin ishkelanni ayt yaxshi hamkorlashdik. Abduvali Ayıp Efendi o'zining o'rta maktabdagi ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning Qashqar Konishar nahiyasi 1-o'rta maktabi va Qashqar 6-o'rtada ishlagan mazgildagi ish izlarini eslab o'tdi. Bu İbrahim Davud Qashqar shaharlik do'stimiz bo'ldi. O'zi Qashqar pedagogika institutininki ximiya fakultetini tugatgan. Ondan 9-o'rta maktabda nihoyat yaxshi ishlagan. Ayni vaqt mening o'qituvchim ximiya darsida nihoyat yaxshi o'tadi. O'zi ximiya kursuklarini tashkillaydi. Ximiya kursugi bor. Yana birisi bu odam 9-o'rta nihoyat donglik o'tgan odam. Birisi 9-o'rta shu o'qituvchining maoshini tutib olib, yo'l yasaymiz deb qilgan chog'da bu nayining hokimini ustidan az qilgan. Nayining hokimining davlat tosh yo'lini yasash huquqi yo'q, davlat tosh yo'lini davlat yasaydi. Nayi yasamaydi deb. Bu nayit mashhur gap bo'lgan 9-o'rta. Ya'ni davlat tosh yo'lini davlat yasaydi, nayi yasamaydi deb. Shu davlat tosh yo'li 300 necha davlat tosh yo'lini yasaymiz deb o'qituvchining maoshini tutib olib bir 6 oy maosh vermagan cho'g'an. Bu nayit ig'ir bir avval bo'lgan 9-o'rta. Shu İbrahim Davud o'zi o'qituvchining tashkillab, shu arz qilib, oxiri shu arzini oqtilgan, oxir maoshini olgan. Nayit ash vaqtda shu nimada g'alaba qilgandi. Nayining ash vaqtda hokim Parat degan odamni ish qilib shu o'qituvchining oldida kechirim so'ratqizgan tunji qetdan bir nayining hokimini. Ondan o'quvchilarni yaxshilab o'tdi, ximiya kursi ochadi, ondan to'pni nayit ustidi, voleybolchidi, bolalarni chiqib voleybol o'ynatdi. Darsining har bir darsi nayit isl bir nutq deb odamniki. Dars nayit yaxshi so'zlaydi, yarg'ulizlik nima emas. Ximiya darsini emas, hayotlikni ximiya nuqtasidan tushundiradi. Ondan başka fennumlaştırış karakterdeki leksiyalarını verdi. Ondan başka balaga irade, gaye, kişilik, kıymet qarash degan tarbiyani yaxshi beradi. Ondan kitapxonasi vardı, kitapxona açatdı. 6-o'rtaning yendilam kitapxonasining ismi Ma'rifat kitapxonasi mı? Bu kishi nashriyatchida shu bu jihatdan bizning hamkorligimiz vardı. Hurmatli radio anglovchilar, programmani Mehribon tayyorladi.